mahoratli ustalarni, tunikafon qoqadigan ustalarni tunikafonni Instagramga qo'ydim. Mana endi YouTube'ga tayyorga qo'yib beramiz. Uylar tayyor bo'ldi. Ko'rasizlar, mana mahoratli ishlariga 50 yilga garantiya berishar ekan. Ko'ringlar. Tunika, gipsokarton qolaversa hamma narsa qoqishadi bular ustalar. Ishlarini yoritib beramiz, xudo xolasa. Samarqand darvoza 45 millionga qo'yish bu darvozani. Arzonmi, qimmatmi aytib ketasizlar. Mana ustakalarni ishlari. Ko'ringlar, ishlariga tasanno. Mana shu mahoratli ustalar kimga kerak? Kvadrati, 1 kvadrati hamma yo'g'i o'zlaridan 110 mingdan qoqib berishadi. Hamma yo'g'i o'zlaringdan, a? Hamma yo'g'i o'zlaridan. Mana hamma yo'g'i o'zlaridan 110 ming so'mdan qoqib berishadi tunikafonda. Sizlar tanlagan fason bo'ladi. Qanaqa fason tanlasalaring, o'sha fasonda qilib berishadi bular. Telefon nomerini ham qo'yib beramiz. Telefon qilaverasizlar. Mana. Mana shu. Nima deysiz? Bonusi ham bor? Ha. Kvadrat ko'p bo'lsa, 500 kvadrat bo'lsa, qancha o'tib berasizlar? 500 kvadratda 25, a? 100 ga 5, a? 100 kvadratidan 5 o'tib berishadi. Mana bu uyga endi mana gipsokarton qoqishyapti. Chiroyli qilib beramiz deyishgan, mana uylarni ham. 100 kvadrat joylaring bo'lsa, 5 kvadrat o'tib berishar ekan. 95 ga pul to'laysizlar. 110 mingdan hech faqat bir mahal ovqat qilib berasizlar xolos ekan. Qolgan hamma yo'g'i o'zlaridan. Mana ishlarini ko'ringlar. Ishlarini ko'ringlar, juda ham chiroyli, juda ham go'zal. O'zimga yoqdi mana ishlari. Bitgan holati mana. Instagramga bitmagan holatda qo'ydik. Mana. Ko'ringlar. Ana hayvonlar. Shu ko'rinishda qilgan hayvonlar. Baqa dekor qoqishar ekan, teraska bo'lar ekan baqa oldi. Ichkariga dekor qoqib berishar ekan. Mana shu ko'rinishda. Shu ko'rinishda bo'ladi. Hayvonni ham qaranglar mana. Mana telefon nomerini qo'yib beramiz, telefon qilaverasizlar.